Mana eng kichkinasini o'lchaymiz. Mana bo'yi. Mana. Xo'sh. Qo'shnisini o'lchab beramiz. 1.10 cm ekan eng kichigi yana. Mana metrda 1.10 cm. Endi o'rtachasidan shu esa qo'yib yubordim. Hozir o'rtachasidan shu endi hozir. Mana bu qo'li. Ha shu o'rtachasini ushlashim. Hozir eng kichigi shu bir dona oq ekan-a? Ashunisini o'zi 1.10 ekan bo'yi. Bu ashuna ushlab makka. Videoni uzganimiz yo'q. 1.15 cm ekan o'rtachasi mana shuni qizili. 1.15 cm. Endi eng kattasini ushachi. Mana. Eng kattasini o'lchaymiz endi. 1.10, 1.15. Eng kattasi qani necha ekan? Mana eng kattasi. Mana realniy video beryapti, hali uzilgani yo'q. Ushlab tashlayapti. Mana. Eng kattasi 1.20 ekan mana metr. Mana ko'rinyapti, mana 1.20 cm. Mana. Bo'ldi, qo'yaveramiz. Mana metrroq qo'y. Bitta video qilamiz mana. 1.20 cm ekan eng kattasi. Eng kichigi 1.10, 1.10 dan 1.20 gacha ekan. Biz 1.5 cm degandik kecha ekan. 1.5 dan baland ekan mana shu eng kichigi mana shu oq. Hali ham emyapgan mashinasi. Bitta ko'rsatib qo'yamiz, o'tqizsin. Abdulla bitta o'tkazing. Avvalani ham bitta baqaylik. Bir dona o'tkazib ko'ryapmiz. Eng kichkinasi oq, o'rtanchasi uni oq yonidagi qizil. Mana ular kattasi, to'rttasi katta ekan. Realniy mana videolar. Videoni yotib olib olingan yo'q.